Davlat xaridlarida hamma narsa oldindan kelishilgan, tanish-bilishsiz yutib bo'lmaydi degan gapni necha marta eshitgansiz? Yoki birgina xato tufayli kafolat pulingiz kuyib ketganmi? Bugun siz bergan yuzlab savollar orasidan eng dolzarb, eng og'riqli 12 tasini tanlab oldim. Agar davlat buyurtmalaridan barqaror va xavfsiz daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bugungi suhbat siz uchun 1 yillik tajribaning o'rnini bosadi. Assalomu alaykum, qadrli tadbirkorlar va davlat xaridlari ishtirokchilari. Kanalimizning obunachilar soni ortgani sari menga Telegram va Instagram izohlarida bitta narsa ayon bo'ldi. Savollar ko'p, lekin ularning 80% bir xil tizimli xatolarga borib taqaladi. Ko'pchilik platformaga kirishdan qo'rqadi, kimdir esa kirib bilimsizlikdan jarimaga tushadi yoki yuta olmay tenderlardan chiqib ketadi. Bugun hech qanday zerikarli ma'ruzalarsiz to'g'ridan to'g'ri amaliyotdan kelib chiqib 12 ta eng muhim savolga javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirgi 3 ta savolda eng ko'p pul yo'qotiladigan va eng ko'p foyda keltiradigan jihatlarni aytib o'tganman. Yana bir iltimos, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bu bizni keyingi videolarimiz uchun motivatsiya bo'ladi. Qani boshladik. Albatta bo'ladi, qonunchilik bo'yicha YTT ham to'laqonli ishtirokchi hisoblanadi. Elektron do'kon, auksion, ko'plab tanlovlarda YTT bemalol qatnashishi mumkin. Misol uchun, yaqinda bir shogirdimiz YTT sifatida oddiy kanselyariya tovarlar yetkazib berish bo'yicha 40 million so'mlik shartnomani yutib oldi. Yana shu joyini e'tiborga olish kerakki, litsenziya talab qilinadigan sohalarda, masalan, loyihalash yoki maxsus qurilishlarda YTT ga ruxsat bermasligi mumkin. Shuning uchun faoliyat turiga qarashni unutmang. Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri murakkab tanlov yoki tenderga kirmang. Eng yaxshi start bu elektron do'kon va auksionlarda. Nimaga deysizmi? Chunki bu yerda jarayon maksimal avtomatlashgan, hujjatlar yuki kam va qaror asosan narxga qarab qabul qilinadi. Auksionda standart tovarlar, masalan, mebel, kompyuter texnikasi, xo'jalik mollari bo'yicha savdolar 48 soat ichida yakunlanadi. Jarayonni tushunib olish uchun ayni siz uchun muddao. Garov puli bu sizning savdoda jiddiy niyat bilan qatnashayotganingizni tasdiqlovchi depozit. Odatda lot summasining 1% dan 3% atrofida bo'ladi. U qachon qaytadi deysizmi? Agar siz yutqizsangiz, savdo yakunlanishi bilan hisobingizga darhol qaytariladi. Agar yutsangiz, shartnomani imzolab, o'z majburiyatingizni bajarganingizdan so'ng yechib olinishi ham mumkin. Ammo shartnomani imzolashdan bosh tortsangiz, bu pul hisobingizdan yechib olinadi va buyurtmachiga o'tkazib beriladi. Mana shu joyda ko'pchilik yutqizadi. Buyurtmachi qaysidir tanish firmasiga moslab parametr yozgan bo'lishi mumkin. Buni qanday sezasiz? Agar tovarning standart parametrlaridan tashqari g'alati, o'ta aniq o'lchamlar, masalan, kabel uzunligi aynan 1,37 sm yoki O'zbekistonda faqat bitta dilerda bor brendning aniq modeli talab qilinsa, bilingki, bu tuzoq. Buning yechimi oddiy. Savdo boshlanishidan oldin platforma orqali buyurtmachiga rasmiy tushuntirish so'rovi yuboring yoki monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga murojaat qiling. Eng ko'p uchraydigan sabab hujjatning shakli kamchiligi yoki hujjatlarni unutib qoldirish. Masalan, soliqdan muddati o'tgan qarzdorlik bor yoki so'ralgan sertifikatning amal qilish muddati esa tugagan. Misol uchun, bir tadbirkor 200 millionlik lotda eng arzon narxni berdi, lekin oxirida hisobot davri bo'yicha moliyaviy hisobotni ilova qismga yuklashni unutgan. Natijada xarid komissiyasi uni to'g'ridan to'g'ri chetlatdi. To'g'risini aytsam, hissiyotga berilmang. Davlat xaridlarida asosiy maqsad yutish emas, albatta foyda ko'rish. O'zingiz uchun qizil chiziqni oldindan hisoblab oling. Ya'ni tannarx, logistika, soliqlar, platforma komissiyasi va kutilmagan xarajatlar kamida 5%. Shularni inobatga olgan holatda narxingizni hisoblang. Agar auksionda narx sizning qizil chizig'ingizdan pastga tushsa, bemalol to'xtating. Zararga ishlagandan ko'ra yutqizgan yaxshiroq. Hech qachon shaxsiy kelishuvga bormang. Aka, bekor qilib bering degan gaplarga umuman ishonmang.
Agar buyurtmachi belgilangan muddatda shartnomani tasdiqlamasa, platforma tizimi orqali unga ogohlantirish boradi. Baribir imzolamasa, siz platforma operatoriga va g'aznachilikka rasmiy xat kiritasiz. Buyurtmachi javobgarlikka tortiladi. Siz esa garov pulingizni to'liq saqlab qolasiz. Davlat idoralarida to'lovlar g'aznachilik orqali o'tadi. Tovar topshirilgach, darhol hisob faktura va topshirish qabul qilish dalolatnomasini to'liq elektron imzolang. Shartnomada ko'rsatilgan to'lov muddati odatda 10 dan 30 bank ish kunigacha bo'ladi. Rasmiy talabnoma, ya'ni pretenziya yuboriladi. 90% holatda rasmiy pretenziyadan so'ng pul o'tkazib beriladi, chunki ular penya to'lashni albatta xohlashmaydi. Reyestrga tushishning ikkita asosiy yo'li bor. Yutib olib, shartnoma imzolashdan bosh tortish, shartnoma shartlarini bajarmaslik yoki sifatsiz bajarish. Oqibat nima bo'ladi? Siz 2 yil davomida hech qanday davlat xaridlarida qatnasha olmaysiz. Men shunaqa maslahat bergan bo'lardim. Agar tovar narxi oshib ketgan bo'lsa ham, shartnomani oxirigacha bajaring. Bitta lotdagi kichik zarar 2 yillik biznesingizni to'xtab qolishdan ancha arzon tushadi. Bemalol qonunchilikka ko'ra baholash paytida QQS to'lovchilar va aylanmadan soliq to'lovchilar teng sharoitga taqqoslanadi. Ya'ni baholashda takliflar QQSsiz narx bo'yicha solishtiriladi. Bu esa aylanmadan soliq to'lovchilarga adolatli raqobatlashish imkonini beradi. Yo'q, shart emas. Ko'pgina davlat xaridlarida buyurtmachi 15% dan 30% gacha bo'nak to'laydi, ya'ni avans to'laydi. Bundan tashqari ishlab chiqaruvchi yoki yirik ulguruvchi sotuvchilar bilan shartnoma qilib, savdo yutib olingandan so'ng to'lash sharti bilan tovar olish tajribasi keng qo'llaniladi. Muhimi, logistika zanjirini oldindan to'g'ri qurish. Yirik tanlov va tenderlarda shartnoma summasining 5% dan yo 10% gacha miqdori shartnoma ijrosi ta'minoti so'raladi. Katta summani hisobda muzlatib qo'ymaslik uchun bankdan kafolat xati olinadi. Bank sizning ishonchli ekaningizni tasdiqlaydi. Bu o'z aylanma mablag'ingizni biznesda ushlab qolishning eng qulay usuli hisoblanadi. Davlat xaridlari bu lotereya emas. Bu aniq hisob-kitob qoidalarini bilish va intizom talab qiladigan tizim. Agar siz xarid qonunchiliklarini bilsangiz, texnik topshiriqlarni to'g'ri o'qiy olsangiz va moliyaviy modelingizni aniq qursangiz, davlat sizning eng ishonchli va eng katta xaridoringizga aylanishi mumkin. Agar bugungi savol-javoblar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va uni davlat xaridlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkor tanishlaringizga yuborib qo'ying. Davlat xaridlarida savdo qilishni noldan o'rganmoqchimisiz yoki professional darajada daromadga chiqishni xohlaysizmi? Unda darhol quyidagi telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bizga murojaat qiling. Siz ham davlat xaridlari bo'yicha o'zingizni qiynayotgan savollar bormi? Ularni hoziroq izohlarda yozib qoldiring. Eng qiziqarli savollarni keyingi sonimizda aynan sizning ismingiz bilan birga tahlil qilamiz. Kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha